Stress sababli bedavo dardga chalingani haqida ma'lumot bergan aktrisamiz bugun omma oldida ham shu dardini oshkor etdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Xabarlarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz videorolik ostidagi podpisatsiya belgilarini bosib kanalimizga obuna bo'lib kuzatib borishda davom eting. Tomoshabinlarga serial va novellardagi roli bilan yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Zahro Mirzayeva YouTube kanaliga intervyu berdi. Suhbat davomida u professional ijodkorlar qadrsizlangani, vayner bo'lishi sababli va bir voqea sabab san'atkor bo'lganidan afsuslangani haqida gapirdi. Avvaliga vaynlarning ijrosi menga ham juda g'olis tuyulardi. Tuzukroq ijro etsa bo'lmaydimi? Shu ham rolmi derdim. Shu orada men va turmush o'rtog'imni bir telekanalning yangi yil bayrami munosabati bilan o'tkaziladigan shouga qarsak chalish uchun taklif qilishdi. Kayfiyatimiz ko'tarildi. San'atkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz degan umidda alohida tayyorgarlik ko'rib bordik. Bizning qatorimizda ko'plab ustozlar, san'atkorlar, kino va teatr aktyorlari ham bor edi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach bir gala blogerlar kirib kelishdi. Tashkilotchilar bo'ldi, turinglar, choy ichadigan joyga o'tib tursangiz ham bo'ladi deyishdi. Bunday munosabat menga juda yomon ta'sir qildi. Biz shunchaki qarsak chalish uchun ham alohida tayyorgarlik ko'rib vaqtimizni sarflab kelsak-ku, bu gapni eshitish juda alam qildi. Tashqariga chiqdimda turmush o'rtog'imga biz ham o'z vlogimizni yuritamiz. Ijtimoiy tarmoq hozirgi kunda ko'p masalalarni hal qilayotgan ekan dedim. Turmush o'rtog'im doimgidek professional ijodkor ekanligini, talabalarga ham bu haqida ko'p uqtirishi haqida gapirdi. Vaynga ham professional yondashamiz deb videolar olishni boshladik. Avvalga ko'pchilikdan dakki eshitdik. Sizlar professional emassizlar, vayn olish nimasi deganlar ham bo'ldi. Ammo mashhur hind filmi Zita va Gitaga parodiya qilib chiqqanimizdan so'ng odamlarning munosabati o'zgardi. To'g'rirog'i, Kavshalyaga qilgan taqlidimiz ko'pchilikka ma'qul bo'ldi, deydi aktrisa Zahro Mirzayeva. Aktrisa bu hayot serialda suratga tushgandan afsuslangani va prodyuser gapi sabab ijoddan ketmoqchi bo'lgani haqida gapirdi. Opa-singillar serialdagi rolim ko'pchilikka manzur bo'ldi. Holizgacha tomoshabinlar uni eslaydi, o'ziga xos chiqqan ko'zidan ayyorligi sezilardi deyishadi. Albatta bundan quvonaman. Rejissyor Zamir Begimqulovaga orada bir necha yil o'tib Bu hayot nomli serial oladigan bo'ldi. Zahro avval salbiy rol ijro etganingiz uchun endi ijobiy rolda o'zingizni bir sinab ko'ring deb taklif qildi. Juda quvondim, chunki unda 4 ta bosh qahramondan birini ijro etishim kerak edi. Prodyuser ayol ko'p gonorar bera olmasligini aytdi. Rozi bo'ldim va 22 kun davomida suratga olish ishlariga qatnashdim. Rol uchun alohida liboslar xarid qildim. Suratga olish ishlari tungi 2 gacha davom etgan vaqtlar ham bo'ldi. Dublyaj jarayonining so'nggi kuni oldimga kelib, qo'limga 500 ming so'mni tutdi. Bu bir oylik mehnatim uchun ajratilgan gonorar ekan. Bu pul hatto shuncha kun taksi bilan sarflagan pulimni ham qoplamaydi-ku dedim. Prodyuser xotirjamlik bilan boshida gonorar ko'p emas degan edim-ku. To'g'ri, ko'p emas degandingiz, ammo bunchalik kamligini ham aytmagandingiz dedim. O'sha kuni yanvar oyining qahraton kunlari edi. Amir Temur xiyobonidan to uyimgacha piyoda kelganman. O'shanda birinchi marta san'at uchun sarflagan mehnatimga ichimdan afsuslanganman, deydi Zahro Mirzayeva. Aktrisa suhbat davomida uzoq yillar ijaraga uyga yashagani, pulsiz ijro etgan rollari va stress sabab bedavo dardga chalingani haqida gapirdi. Aziz tomoshabinlar, suhbatning davomini YouTube'dagi Daryo Listli kanalida tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.